Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli yurtdoshlar. Mana biz o'quv markazlarida shakllantirish va o'quv markazida qanday insonlar ochishligini birinchi qadamini qo'ydik. Endi biz undan ko'ra murakkabroq bo'lgan tizim bu xususiy maktab ochish. Xususiy maktab ochishda qanday jarayonlarga e'tibor berishimiz kerak, hurmatli yurtdoshlar? Bu ozgina murakkabroq jarayon. Chunki o'quv markazidan ma'lum bir jarayonda juda ham bir katta o'zini bir qismlari bilan farq qiladi bu xususiy maktab bosqichlari. Mana ko'ramizki, hozirgi vaqtda xususiy maktablarimiz juda ham ko'p holatda ochilmoqda, lekin hali o'zini to'liq holatda ishonchini, o'zini natijasini ko'rsata olgani yo'q. Buni ochiq oydin aytishimiz kerak. Hurmatli yurtdoshlar, birinchi navbatda o'quv markazidan farqlangan holatda xususiy maktab o'zini turli xil joylashuv o'rinlari, eng asosiy qadamlardan biri xususiy maktabning joylashuv o'rni. Ma'lum bir holatda mana Yevropa davlatlarida eng yaxshi maktab qanday maktab deyilganda, bu masofasi yaqin bo'lgan maktab eng yaxshi maktab deyilgan. Demak, biz berilgan hududlarda o'rganib chiqishimiz kerak. Eng birinchi qadamlarimizdan biri shu. Ya'ni xususiy maktabning o'zining talablari bor. Mana davlatimiz tomonidan qo'yilgan shu talablarni to'liq holatda bajargan holatda albatta biz xususiy maktab ochishimiz kerak. Mana hozir kuzatishingiz mumkin. Juda ham ko'p yurtdoshlarimiz mana shu talablarni bajarmagan holatda xususiy maktab ochadi. Oddiy qilib aytganda, ya'ni xususiy maktabda bolalar o'yingohi eng muhim hisoblanadi. Va undan keyin esa mana qo'shimcha stadionlar, ichki va tashqi stadionlarda misol keltirishimiz mumkin. Chunki ilm bilan birgalikda sog'lik tizimi, ya'ni yoshlarimizni ma'lum bir darajada havo almashinish jarayonlari muhim ahamiyatli bo'lishi kerak. Chunki biz joy tanlashda ma'lum bir xususiy maktablarimizda xatoliklarga yo'l qo'yib qo'yamiz. Biz buni birinchi qadamimiz, demak, xususiy maktab ochishda joyning asosiy lokatsiyalariga, joyning o'rinlariga e'tibor berishimiz kerak. Hurmatli yurtdoshlar, qanday insonlar xususiy maktab ochsa bo'ladi? Har qanday inson xususiy maktab ochsa bo'ladi. Lekin yuqorida aytib o'tganimdek, insonda birinchi navbatda xususiy maktab ochishda uning milliy qadriyati shakllangan bo'lishi kerak. Mana biz hozirgi O'zbekiston yurtimizda 3 xil toifali xususiy maktablar ochilmoqda. Birinchi toifali xususiy maktablar o'zbek maktablari hisoblanadi. Ikkinchi toifa esa rus maktablari hisoblanadi. Uchinchi toifa esa afsuski juda ham kam hozirgi vaqtda ingliz tiliga asoslangan xususiy maktablarimiz bor. Endi bilamizki, har qanday ya'ni yo'nalishda o'zini ustunlik tomonlari bor. Mana turli xil xususiy maktab ochganlarda bir qismi o'zbek maktabini ma'lum bir darajada oqlaydi, ma'lum bir qismi rus sinflarida oqlaydi, ma'lum bir qismi ingliz tili, ya'ni sinflarda oqlaydi. Hurmatli yurtdoshlar, eng asosiysi inson ilmda, bilimda, ma'lum bir taraqqiyot, rivojlanishda uning dinidan qat'iy nazar, uning irqidan qat'iy nazar, uning millatidan, tilidan qat'iy nazar, ya'ni uni umumiy maqsadi faqatgina ilmni yuksaltirish bo'lishi kerak shu yurtda. Xususiy maktablarimizni ochishda eng asosiy qadamlarimizdan biri biz oliy maqsadimizni aniqlab olishimiz kerak. Xususiy maktabda oliy maqsadimiz juda ham bir kengroq holatda ko'rilishi kerak. Qisqa yillarga yetib boradigan oliy maqsad qo'ymasligimiz kerak. Hurmatli yurtdoshlar, ikkinchi qadamimiz esa uni qadriyatlari. Sizlarga ma'lum bir jarayon bo'yicha qadriyatlarda misol keltirishimiz mumkin. Ko'p kuzatuvchilarimiz qadriyatlarda ma'lum bir oliy maqsadlarda bilamizki, aniq holatda tushunmaydi. Oliy maqsad bilasizlar, bir oddiy qilib tushuntirganda, bir ish qilishni boshlaganimizda uning natijasi, ya'ni umumiy holatda yo'naltirilgan qismi, uni oliy maqsadi hisoblanadi. Oliy maqsadni iloji boricha kengroq holatda qo'yishimiz kerak. Masalan, biz Al-Xorazm xususiy maktablarimizda oliy maqsadi sifatli ta'lim, mukammal natija. Qolaversa, milliy qadriyatli yoshlarimizni yetishtirib chiqarish va kelajakda ilmli hamda va o'sha zehnli, qolaversa texnologiyaga boy bo'lgan yoshlarimizni yetishtirib chiqarish va yana qo'shimcha tushunchalari bor. Endi qadriyatlar, albatta biz Al-Xorazm xususiy maktabining qadriyatlari turli xil maktablarimizda qadriyatlariga juda ham yaqin. Birinchi navbatda mas'uliyatlilik qadriyatini qo'yganmiz. Ya'ni bu misol tariqasida aytyapman, qadriyat nima degan tushuncha? Ya'ni bilasizlar, har qanday ishda mas'uliyat bo'ladigan bo'lsa, albatta bu birinchi muvaffaqiyat hisoblanadi. Chunki mas'uliyatlisizlik bu juda ham ko'p ishlarimizni to'xtatishga olib keladi. Undan keyin esa xushmuomalalik, bilasizlar, har qanday biznesda olmaylik, birinchi navbatda xushmuomalalik bo'lmaydigan bo'lsa, biz bunday holatda biznesimizda turli xil qiyinchiliklarga duch kelishimiz mumkin. Bu har qanday vaziyatda xushmuomalalik, o'quvchi bilan xushmuomalalik,
o'qituvchilarning o'zaro xushmuomalaligi, ota-onalar bilan xushmuomalalik, qolaversa jamiyat odobidagi, ya'ni ustozlardagi o'zidagi xushmuomalalik nazarda tutilgan. Undan keyingi, ya'ni o'sha bizni qadriyatlarimizdan biri bu rostgo'ylik. Ya'ni rostgo'ylik bilasizlar, bu har qanday vaziyatda, hatto o'zini zararida bo'lsa ham biz rostgo'ylik holatini har doim tamoyiliga amal qilishimiz kerak. Xodim va mijoz o'rtasida, o'quvchi bilan ustoz o'rtasida rostgo'ylik tizimini shakllantirgan bo'lishimiz kerak. Keyingi tushunchalarimizdan biri mana qadriyatlarimizdan biri bu albatta jamoaviylik. Bilasizlarki, har bir o'sha hamkasbimizning natijasi bizni o'sha maktabimizning rivoji uchun, ya'ni sizning maktabingizning rivoji uchun qo'llab-quvvatlanishi kerak va ma'lum bir darajada ta'siri bo'lishi kerak va bir-birimizni har doim, ya'ni yelka-melka holatda, jamoaviy holatda biz har tomonlama rivojlantirib borishimiz kerak. Keyingi qismlarimizdan biri halollik, xodim va mijozlar o'rtasida to'g'ri so'zlikka amal qilishlik, rizqimizni halol yo'l bilan ma'lum bir darajada topishlikka doim tayyor turishimiz kerak. Chunki bilasizlar, bu holatimizda, har qanday biznes holatimizda birinchi navbatda insoniyatning ko'zgusi pul bo'lmaslik degan shiori ostida harakat qilishimiz kerak. Va yangiliklarga ochiqlik, har qanday tashkilotda yangiliklarga ochiqlik bo'lishi shart. Chunki biz ham milliy, ham diniy qadriyatlarimizga mos bo'lgan har qanday zamonaviy yangiliklar, texnologiyalar va o'zgarishlarga doim tayyor turishimiz kerak va ma'lum bir darajada ko'nikmalarimizni mustahkamlab borishga biz doim tayyor turishimiz kerak. Va jamiyat odoblariga sodiqlik. Bilamizki, jamiyatimizda turli xil odoblar kiritiladi va shunda o'zini kiyinish va gapirish, yurish-turish qoidalari, ichki nizomlar ongli ravishda ma'lum bir darajada shu jamoada o'zini o'rnini ko'rsatish va jamiyatga o'zini o'rnini ko'rsatish odoblariga doim sodiq bo'lishimiz kerak. Va qadriyatlarga sodiqlik. Biz yuqorida keltirilgan qadriyatlarga biz to'liq holatda amal qilishimiz kerak. Yana bizning qo'shimcha qadriyatlarimiz bor. Bular haqida to'liq holatda beramiz. Mana hurmatli yurtdoshlar, birinchi navbatda biz oliy maqsad hamda qadriyatni aniqlab olishimiz kerak va sizlarga qo'shimcha tariqasida aytamanki, har qanday xususiy maktabni tashkilayotgan yoki asos solayotgan insonning qadriyati bu eng asosiy qadriyatlardan biri hisoblanadi. Ya'ni biz shu xususiy maktab ochayotgan shaxs eng asosiy navbatda milliy qadriyatli va o'zini bir ta'lim jarayoni bo'yicha harakatlanadigan va mana biz tarixlarda o'qiganmizki, jadidlarcha harakatlanadigan shaxs bo'lishi kerak albatta. Mana undan keyingi bosqichlarimiz, hurmatli yurtdoshlar, birinchi joy masalasini demak to'liq holatda hal qilib oldik. Undan keyingi holatlarimizda mana biz oliy maqsadimiz qadriyatlar tushunchalarini berdim va undan keyin esa bu juda ham bir oddiy detallari bor, oddiy ko'nikmalari bor. Mana xususiy maktabni rivojlantirishdan tortib to eng, ya'ni nol holatidan va eng maksimal holatigacha bo'lgan jarayonlarni keyingi darslarda to'liq holatda berib o'tamiz. Chunki hatto biz har bir, ya'ni ishdan kirayotganimizda tozalik hudud vakillarimiz bor. Shulardan tortib to bizning maktabimizda direktorgacha bo'lgan, ya'ni insonlarning to'liq holatdagi boshqaruvlari, qolaversa uning qadriyatlarini sizlarga tushuntirib bera olamiz.